Ogoh bo'ling, hozirgina dahshatli zilzilaning videolari tarqaldi. Bugun, ya'ni 28-mart kuni Tailandning Bangkok shahrida 7,7 magnitudali zilzila yuz berdi va bir necha binolar qulab tushdi. Ma'lum qilinishicha, zilzila mahalliy vaqt bilan soat 13:30 da boshlangan. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, yer silkinishi taxminan 10 daqiqa davom etgan. Zilzila chuqur bo'lmagan. Uning amplitudasi 10 kilometrni tashkil etgan. Epitsentri esa qo'shni Maynimada bo'lgan deyiladi xabarda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarga ko'ra, zilzila oqibatida Bangkokdagi qurilishi tugallanmagan ko'p qavatli bino qulab tushgan. Jurnalistlarning ta'kidlashicha, chang ustuna shaharning turli nuqtalarini ko'rinib turgan, jabrlanganlar haqida ma'lumot yo'q. Ko'p qavatli uylarda yashovchilarning evakuatsiya qilish e'lon qilingan. Shahar metrosi faoliyati to'xtatilgan. Seysmologlar ma'lumotlariga ko'ra, zilzila o'chog'i Tailandning Ratburu provinsiyasi yaqinida bo'lgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Qirg'iziston Respublikasining Jalolobod shahrida zilzila sodir bo'lgani va uning kuchi O'zbekistonning bir nechta hududlarida ham sezilgani haqida xabar berilgandi.